Yevropada trak haydash uchta eng katta minuslari, bu meni o'zim lishniy мнением, kommentga kirib hate qilib tashlash kerak emas, unaqa emas, bunaqa deb. Qolganlarda qanaqa bilmadim, bu meni o'zim lishniy мнением. Birinchisi, bu понятное дело, bu hamma musofirlarda bo'ladi, не только trak haydaydiganlarda, bu sog'inch, vatan sog'inchi, ota-ona sog'inchi, oila ishqili и так далее. Ikkinchisi bu yolg'izlik. Butun umringiz, короче, mojinani ichida o'tadi. Butun dunyodan uzilasiz. Nima problema bo'lsa ham, nima xursandchilik bo'lsa ham, hammasi o'sha kabinani ichida. 6 oylab, 1 yillab tushmay yurasiz. Kerak bo'lsa o'sha trakka ichida. Endi bu o'zingizni xohishingiz. Qancha vaqt ishlashingiz. Amerikada unaqa emas, lekin mana ko'ramiz, Amerikada bunaqa 6 oylab, 1 yillab kabinadan tushmasdan yashashmaydi. Bizda Yevropada shunaqa lekin. Uchinchisi, har kuni ovqat qil o'zingga, kiriyu, idishiyu, boshqa qil, короче, mana shunaqa narsalar. Yana haterlarga yetib ketmoqchiman. Bu nolish emas, просто Yevropaga kelmoqchi bo'lganlarga bu meni o'zimning мнением. Mana shu taraflariga ham tayyor bo'lib kelinglar degan ma'noda aytib beraman. Agar videoni Yevropada trak haydaydigan akalar ko'rayotgan bo'lsa, sizlarning мнениеңlar bo'yicha minuslari nima Yevropada trak